Assalomu alaykum qadrli fermerlar va dehqonlar. Jamshidbek aka, oldingi videomizda aytganingizdek, ya'ni dala maydonlaridagi, ya'ni ekin maydonlaridagi begona o'tlarni hisoblash yo'llarini o'rgataman deganingiz aka. Xo'p. Shu haqida endi bugun ozgina ma'lumot berib o'tsangiz iltimos. Xo'p, avvalgi safargi videolarimizda aytib o'tgandim. Ekin maydonlarida bu faqatgina bug'doyga taalluqli emas, hamma ekin turiga taalluqli. Ekin maydonlarida begona o'tlarni hisoblash va ularni qismlarga bo'lish haqida ham to'liq ma'lumot berib o'tib ketaman. Begona o'tlarni qanaqa hisob-kitob qilib olib boriladi? Qanday hisob-kitoblar yuritiladi? Shu hisob-kitoblar asosida qanday ekin maydonlarida birinchi begona o'tlarga qarshi kurash choralari ko'riladi? Shular haqida ham batafsil ma'lumotlarni berib o'taman. Bu ayniqsa hozirgi kunda kooperatsiyalar tashkil bo'lyapti. Kooperatsiyalarga ham taalluqli. Undan tashqari katta maydonlari 1000 gektar, 2000 gektar, 10000 gektar va undan yuqori bo'lgan 100.000 gektar maydonli klasterlarga ham foydali bo'ladi. Buni video davomida to'liq tushuntirib aytib o'tib ketaman. Xulosani o'zingizlar chiqarib olasizlar. Jamshidbek aka, mana ekin maydonlaridagi begona o'tlarga qarab dala maydonlarini qismlarga bo'lib o'tdingiz. Xo'p. Bu qanday hisob-kitob qilinadi aka? Qarang, ekin maydonlarini xohlasangiz ko'z bilan chamalasangiz bo'ladi. Yana ham aniqlik kiritaman deydigan bo'lsangiz, 1 kvadrat maydonni hisobga olinadi. 1 kvadrat maydon hisobga olinganda 1 kvadrat ekin maydoni hisobga olinadi. Mana shunaqa qilib aytaylik 5 ta joydan 11 ta joydan toq joy olinadi. Toq joylar hisob-kitob qilinadi. Qancha ko'p joylarni olinsa, har bir kvadrat metrga hisob-kitob qilinsa, aniqlik shuncha yaxshi bo'ladi. Shuni hisobga olib turib, ekin maydonlarini o't bosganlik darajasini qismlarga bo'lib chiqsa bo'ladi. Ana endi birinchi qism dalalari bir balli ekin maydonlarni qanaqa hisobga olsangiz bo'ladi? Aytaylik, ekin maydonini ko'z bilan chamallaganda, yo bo'lmasa 1 kvadrat metrda qancha begona o't bor? Umumiy ko'chatlarning hisobidan kelib chiqib, ko'chatlarga foizli hisobida qanday bo'linadi? O'sha to'g'risida ham ma'lumot berib o'taman. Birinchi qism ekin maydonlarida qanday bo'ladi? Mana aytaylik, mana 1 kvadrat metrda 100 ta dona ko'chat bo'lsin deylik. 100 ta dona ko'chat 100% deb oladigan bo'lsak, yana qo'shimcha begona o'tlar ham bor. Ana shu qo'shimcha begona o'tlarni qo'shib hisoblaganda 100% 5% ni tashkil qilsa, buni birinchi qismga ajratsa bo'ladi. 1 balli ekin maydoni deb ajratsangiz bo'ladi. Ana endi xuddi shunaqa ko'rsatkich 5% dan 25% gacha bo'ladigan bo'lsa, 2 balli qism deb ajratsa bo'ladi. Undan keyingisi 25 dan yuqori bo'lsa, bu 3 balli bo'ladi. 3 balli qism bo'ladi, ekin maydoni bo'ladi. Misol uchun, ayrim hududlarda begona o'tlar konturlarga hisoblab turib o'lchanadi, yo bo'lmasa konturga olib ekin maydonlari ekiladi. Ana endi 4-balli hisobini ham aytib o'tib ketadigan bo'lsak, bu madaniy o'simliklardan begona o'tlarning soni ko'p bo'lsa, ko'chatlarning soni bir-biriga solishtirganda begona o'tlar ko'p bo'lsa, bu 4-balli hisoblanadi. Bu 4-qismga ajratiladi. Mana shularga qarab turib, begona o'tlarga qarshi kurashish choralari faol olib boriladi. Aytaylik, mana 4-balli 4-qism konturlari deylik. Mana shu ekin ko'chatlarning sonidan begona o'tlarning soni ko'p. Bunaqa joylarni tezroq kurash choralarini qo'llash kerak bo'ladi. Ana endi aytaylik, birinchi qism 1 balli ekin maydonlari bularga 4-ga qaraganda birinchisiga keyinroq kurash choralarini olib borsa ham bo'ladi. Mana shu holatlarni aniqlik kiritib turib, ekin maydonlarini konturlarga bo'lib turib, kurash choralarini begona o'tlar bilan kurash choralarini qo'llash mumkin.
Yana endi bularga gerbitsidlar haqida ham ma'lumot berib o'tib ketamiz. Endi Agrogold kompaniyasida, Agrogold Plus kompaniyasida Yestar bu suluga qarshi, etik Penoxidin bu raygrazga qarshi va boshqa turli xildagi begonotlarga qarshi, undan tashqari gerbistar bu keng bargli begonotlarga qarshi ishlatishda qulay, faol, yaxshi ta'sir qiladigan gerbitsidlar, ana o'shalarni ishlatsa bo'ladi. Yana qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, bemalol shu javob berishga tayyorman. Jamshidbek aka, rahmat ma'lumotlar uchun. Menda savollar hozircha shular edi. Ushbu videoni YouTube kanalimizga qo'yganimizdan keyin kuzatuvchilarimizdan, fermer dehqonlarimizdan o'zlarida qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyada yozishsa aka, men bu savollarni sizga yetkazaman Jamshidbek aka. Shu orqali yana ham keyingi videolarimizda kengroq, to'liqroq yana boshqa ma'lumotlarni yetkazib beramiz. Xudo xolisa, ma'lumotlarni, to'liq ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz.